Antaliya tarixi bilan qiziqdik. Sababi ko'p marotaba bosqinchilikni boshidan kechirgan Antaliya goh vayron bo'lib, gohida rivojlangan. Bu yerlar qadimda Attalos deb atalgan. Chunki 100 yildan ko'proq davomida Pergamonlar qirolligi hukm surgan, qadimgi Rim bilan o'zaro do'stona aloqalari bo'lgan. Pergamoslar qiroli Attalo II sharafiga qo'yilgan bu shahar, chunki u asos solgan aynan. Attalo II akasi vafotidan keyin miloddan avvalgi 160-138-yillarda bu yerda hukmronlik qilgan va o'zi aslida taxtga jiyani o'tirish kerak bo'lgan, ammo jiyani Attalo III hali juda yosh bo'lganligi sababli jiyanining o'rniga, ya'ni vasiy sifatida Attalo II taxtga o'tiradi. Va Attalo II juda adolatli podsho bo'lgan. Manbalarda yozilishicha, u bu shaharning, port shaharning, bu bilamizki Antaliya O'rta Yer dengizidagi shahar hisoblanadi. Shaharning aholisi 1,5 million, 1,7 million atrofida, umuman Antaliya viloyatining aholisi esa salkam 3 million atrofida hisoblanadi. O'sha davrlarda miloddan avvalgi 2-asrdayoq bu yer port shahar hisoblangan, O'rta Yer dengizining sharq va g'arbning bir-biriga bog'laydigan shahar hisoblangan. Ma'lumot uchun yana bir narsani aytib o'tish kerakki, Attalo II akasi vafot etishidan oldin juda sadoqatli bo'lgan akasiga va akasiga bo'lgan mehri, muhabbati juda kuchli bo'lganligi sababli Attalo IIning laqabi Philadelphus bo'lgan. Philadelphus degani qadimgi yunoncha so'z bo'lib, akasiga muhabbatli degani, akasini juda yaxshi ko'ruvchi degani. Mana shu Philadelphia so'zi aynan Attalo IIning nomidan kelib chiqqan. Va akasi vafotidan keyin jiyaniga yaxshi e'tibor beradi va shaharning rivojlantirishiga harakat qiladi. Va Pergamonlar qirolligi bartaraf bo'lgandan keyin bu yerda Rim bosib oladi. Rim davlati. Rim bilamizki, milodiy 4-asrda Rim imperiyasi qulagandan keyin Sharqiy Rim imperiyasi, ya'ni Vizantiya davrida bu davlat, bu shahar Vizantiyaga qo'shib olinadi. Vizantiya davlati 1207-yilda Anadolu Saljuqiylar bilan bo'lgan jangda mag'lub bo'ladi va Anadolu Saljuqiy turklari G'iyosiddin Kayxusrav tomonidan bu yer egallanadi va ilk bora turkiylarning oyog'i yetadi bu yerga, ya'ni milodiy 13-asrda. Olimlar bilan birgalikda Antaliyadagi Akdeniz universitetiga ham bordik. Jurnalistika va televideniya yo'nalishidagi fakultetda talabalar filmlarni suratga olishib, har oyda namoyish etishar ekan.